Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. Men Qayumova Shoxsda befarzandlikdan 3 yildan beri qiynalib yurardim. Bir kuni onam ko'chada Hojimatova Munosibxon 7 yulduz sohibasi bilan tanishib qolgan. U bizga tushuntirishlar bergan. Menda vazn semirishlar bor edi, ortiqcha yog'lar bor edi. Shu munosabati bilan biz tozalov mahsulotlaridan birinchi foydalandik. Fruktazan choy ichdim, azio anionlar ishlatdim, bo'yimda bo'ldi. Homilador bo'lganimdan keyin indetskiy kalsiy, spirulina, kattalar kalsiysidan ichdim va natijani oldik. Hozirda bitta o'g'lim bor. Tianchi zo'r, mahsulotlari zo'r, rosa ishonchli, sertifikatlari bor. Men o'zimda sinab ko'rdim. Men buni hammaga tavsiya qilaman. Befarzandlikdan qiynalib yurganlarga aytaman. Hammanglar ishoninglar, juda ham zo'r natijalar olasizlar. Mana men oldim. Hammaga tavsiya qilaman. Tianchiga rahmat aytaman. Shu mahsulotlari zo'r, tavsiya qilaman, olib ichinglar.